kelin bo'lib tushibsizki, hali sizni bir past onangiz siz uchun bir nima olib kelib qo'ygan joyi yo'q. Yoki meni bir og'zimni uyatli qilib qo'ygan joyi yo'q. Kelin poshsha. Ne unaqa deysiz oyijon? Qilib keldiray yaqinda. Yaqinda? Ana vaqti. Время. Есть или нету? Vaqtini menga sana, soat, vaqt, sekundini ayta olasizmi? Ayta olmaysiz. Chunki 1 yil 3 oy 8 kun 15 soat soniyadan o'sha paytdan oldin olib kelgan edi. Ungacha olib kelgani yo'qsiz. Men hammasini qora daftarimga yozib qo'yganman, kelin poshsha. Endi biz sharoit faqat telefonda bo'ladi. Sizni pas telefoningizda bo'ladi. Tushundingiz-a? Menga sharoit barad gapirmang. O'g'limga tegishdan oldin nima va'dalar berdingiz? Nima va'dalar berdingiz, a? Onangizda valadida. Men bilmayman. Qaynisingizga berib berishimiz kerak. O'shancha onajoningiz sizga nima qilmagan bo'lsa, hammasini olib kelsin. Misol uchun, посудомойка, kir mashina, мясорубка, dazmol, parnoy va sushilka ham. Bu chata olib keladi. Olib kelmasa, bu uydan badal olib keting. Tushundingiz-a meni? Bunchalik katta pul rasxod, chiqim. Siz mana shu uyga shiftir bo'lib kelganingizdan beri sizga qancha pul ketdi bilasizmi? Axirina rasxod ketdi qizim. Farishtagina qizim, men gapni eshiting bolam. Men sizga onangiz mana, sizga yomonligim yo'q. Onangiz beradi. Sizni juda yaxshi ko'raman, bilasiz. Shu gaplarimni onangizga yetkazib, o'sha mebellarni oldiring qizim. Bo'lmasa o'g'limni hayotidan deb yo'qolib keta qoling, yo'qolib, ha?